Hoy, shunday qarab turing, magazinga chiqib kelib, dush etishim ketyapti. Ha? Dushash. Qarab turgin. Shunchanoq turganda dushizga bola bormi? Va zo'r dushiz qilib berma. Domashning nokni po'chog'idan tozalab tashlaymiz. Endi noklarni ikkiga bo'lib, ozgina maydaroq to'raveramiz. Blenderga noklarni sovuramiz. Dushizda ozgina kislinka bo'lish uchun ozgina limon, bitta limon siqoramiz. Danaga tushsa tushar, baribir sitadan o'tkazamiz. Stakan to'la emas, bez gaz suv. Yuresini ozgina yeb ko'ramiz. Tak, srednyavatoy shirinroq. Lekin buni hozir suv qo'shsak, bu suyulib ketadi. Biz unga ozgina asal qo'shamiz. Endi buni sitadan o'tkazamiz. Begzod, Guli, yog' bormi? Mana oyajon, yog' tayyorlab qo'yganmisiz o'zi? Voy tavba! Ana bo'lmasam, joy darajasiga qilishdi. Idish bo'lmasa ham yog'lar bor. Samodelniy yog'larimni qaranglar, qizlar. Mana. Endi pyureshkalarimizni solamiz. Voh! Shunaqasi ham bo'lib turadi. Endi любой gazlangan suv. Yaxshilab uzunroq qoshiq bilan aralashtiramiz. Begzod, Oya. ana qani ichib ko'rchi, tabiiy, foydali, mazali. Va zo'ragani bor u. Yo'g'e, rostdan yaxshi chiqibdimi? Qo'lidan kelmagan narsa yo'q, hamma sotib tashlaysiz, oya. Ana tushundingizmi? Onalar shunaqa. Bolalari uchun qo'lidan kelmaydigan ish bo'lmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Oy, juda ham mazali. Hammangizga tavsiya qilamiz. Osh bo'lsin.